Xullas, men sizlarga bitta videoni chiqarmagan edim. Endi hozir chiqaraman. Qaranglar. Men Spark avtomashinamni sotishdan maqsad nima edi bilasizlarmi? Yangi mashina olish edi. Qanaqa mashina? Mana bu Damas. Nalichida mana shu bitta Damas bor, bir dona. Hozir buni komplektatsiyasi, ma'lumoti va Damas bilan tanishtiraman. Hozir men birinchi YouTube ga, undan keyin Instagramga video qilaman. Qani ko'ringlarchi? Mana shu Damas. Farg'ona avtosavdo. Ya'ni Farg'onaning markazidagi avtovokzalni oldidagi avtosalonga yetib kelgan mana shu Damas avtomashinasi. To'liq qilsangiz olib ketasiz deyishgan edi. Bo'ldi, gap yo'q, mashinamni sotaveraman, olaveraman degan edim. Lekin fikrimdan qaytdim. Bir nechta sabablari bor. Hozir video davomida mashinani ko'rsatib, videoning oxirida uni ham aytaman. Ko'ringlar mana. Bu Damasda bir nechta komplektatsiyalari bor. Komplektatsiyalarini men sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Hozir oldimizda turgan bu Damas avtomashinasi. Xo'p, mana bunaqangi pultlik, ikkita bir xil, ikkalasi ham xuddi Cobalt'larga o'xshagan ochilib yopiladigan mana shunaqa pultlik, ochadi va yopadi. Pavorotniklari ko'ryapsizlar, mana nima qilyapti. Bu 5-pozitsiyasi. 5-pozitsiyasi 1.5 motorlikda 1-pozitsiyasi, ya'ni prostoyi. Ruchkamiz qora, bakoylarimiz mana bunaqangi qora, diskamiz mana bunaqangi shtampovka deydi, mana bunaqangi bosilgan diska. Buni 2-pozitsiyasi bor. Mana shu 1.5 mexanikani uniki quyma diska bo'ladi. Bu yerimiz qora, bu yeri ham yaltiroq bo'ladi, nikel bo'ladi. Bu 2-pozitsiyasida. Orqa oynagimizda nimalarimiz bor ekan? Move, Damas Move. Mana. Mashina 8 o'rindiqlik bo'ladi. Buni 2-pozitsiyasida 7 o'rindiqlik bo'ladi. Ya'ni mana bu orqa qatorida ochmaganimga yopilib qoldi. Orqa qatorida mana bu yerda bitta yig'iladigan o'rindig'imiz bor. Yonida 2 o'rindiq, orqada 3 o'rindiq bor. Narigi bundan keyingi pozitsiyasida orqada faqat 2 kapitanskiy bor. O'rtasidan orqaga o'tish imkoniyati bo'ladi. Mana bo'lmasam o'zim ham ko'rib olay buni yaxshilab. Yaxshi yog'langan liniyalari o'sha o'zimizning eski Damas fason bilan bir xil, eshiklari. Ammo mana bunisiga qoyil qolmadim. Negaki, aynan mana shu oldi obshivkasi buni 2-pozitsiyasida, ya'ni 7 o'rindiqligida elektricheskiy bo'ladi. Mana bu yerda obshivka qo'l qo'yadigan joylari mana bu yerlarda bor. Bunda yo'q. Bu aynan o'sha 94-yilda chiqqan Tiko mashinasini ichki obshivkasiga o'xshab qoldi-da. Kim nima dedi? Shunday bir ko'rinishga o'xshab ketyapti. Qani? Ana. Yo'q. Yaxshilab. Ana, yopildi. Bu mashinamiz 103 ta ot kuchi avtomashina. Bunda 1.5 объемlik 6 bosqichlik mexanический korobka, ABS tormoz, konditsioner jihozlangan. Mashinaga tegmadimmi yoki tegdimmi? Mashina qulflanib qoldi. Qani ochamiz. Mashinani ochmayman. Men hozir shu narsani bilmoqchimanki, mana uzoqlashdi mashina. Qani. Yopilmayapti. Xo'p, tuman farasi bo'ladi. Buni keyingi pozitsiyasida bunda yo'q. Old reshotkamiz qora, old reshotkasi nikellik bo'ladi. Bundan keyingi pozitsiyasi, ya'ni 154 millionligida, bu 149 millionligi avtomashinani. Yopilmadi. Menimcha pultni bosib o'rganman. Bunisi haydovchi eshigimiz. Mexanicheskiy separator deymiz. O yengil, lekin yumshoq, yaxshi. Hali og'ir emas, yengil. Material salon, materialda ham farqi bo'ladi. Salonida ham mashinani kaltni berib qo'yib tursam, bunisida ham farqi bo'ladi. Oldi orqaga jiladi va spinkasi orqaga tashlaydi. Buni adashmasam mana bu orqa qatorimiz, bunda ham orqaga tashlash kerak. Qani? Yo'q. Oldigachi. Yo'q. Buni 2-pozitsiyasida kapitanskiy kreslo bo'lganida kreslolar yotadi orqaga tashlaydi. Bunda mana bunda o'sha 1-pozitsiyasida yo'q, tashlamaydi. 3-qator oynagimiz ochiladi. Zavodskiy tonirovka emas, ko'k akvarium deydi-ku, xalq tilida aytganda akvarium bo'yapti. Assalomu alaykum. Ko'ravering aka, siz ham. Biz ham ko'ryapmiz mashinani. Polimiz tekkiz ekan, jichcha mondaqalari bilinib turibdi. Qo'limizga barimiz yo'q. Mashina mana bunaqangi disiplinalik va tablosi yaxshi. Bu yoqda taxo, bu yoqda
Skorost Speedo deydi metrlarimiz. Qani kalitni yana qaytib olsak, bunday qilsak ochiladi. Ikkita bir xil. Shunisi eng quvonchlisi. Konditsionerimiz bor. Mana bu klimat kontrolimiz, 5 ta zona, 4 ta skorost va issiq sovuqlar bilan va audio sistemamiz yaxshi. Audio sistema zo'r. O'chirib yoqish va aylanar ekan. Mana bunday aylanar ekan. Bu yoqda musiqa o'tkazib qaytarish. Endi telefonda rasmi bor, demak, Bluetooth orqali ularni telefonda gaplashsak bo'ladi-ku. Buni mikrofonni hali ko'rmadim. Bu yerda svetilnik yonish, o'chish deydi, eshik ochilganda deydi. Orqada bunda yo'q ekan. Bunda orqada svetilnigimiz yo'q ekan. Bundan keyingi paytda mana bu yerda havoni isitish yoki sovutish sistemasida ventilyatsionni bo'ladi va orqada svet bo'ladi. Aynan mana shu farqlari uchun ham avtomashinani men shundan bir ovormoqchi edim. Bu birinchi pozitsiyasi ekan. Bu yog'i Lada Largus'ni tablosi bilan bir xil-ku, o'xshash. Juda ham o'xshash ekan. 21:51 soatni ko'rsatyapti, 16 kilometr yurgan deyapti. Bu yoqda benzin, bu yoqda esa suvimizni graduslarigacha ko'rsatyapti. Bunisi bilan o'sha nima qilsak bo'lar ekan? O'tkazsak bo'lar ekan. Eshikni ochiqligini aytyapti. Motor yog'imiz bor, akkumulyator bor va avtomashinani balonini dami, ya'ni havosi chiqib ketsa, uni ham balon teshilsa aytadigan remen bilan birga datchiklarimiz bor ekan. Yaxshi, aqlli, tuzuk bo'ladi. Sentr zamok bor, eng asosiysi. Yaxshi. Pultni ochilib yopiladi. Endi bu yerga telefon qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Sumkamiz podarka sizlar uchun, ichida kitoblari, nomer qotirgich, balon ключ, stop va boshqa narsalar. Mana yana qo'shimcha bu avtomashinani VIN kodlari. Kimga bo'lsa qulluq bo'lsin, kim olsa ham yaxshi kunlarga minishsin. Avtomashinani bitta motorini ko'rsatsam, hoppa. Hozir mashinani mana sizlarga motori. Hoppa. Sim ochil. Mana shu 4 ta silindrlik, 1.5 объем motorlik, bu yog'imizda ABS tormozlik, mashinamiz oddiy MPI motor. Bunga metan, propan muammosiz, problemasiz tushadi. Blok upravleniya bo'sh deyapti. Germaniyadan xudo xolasa bunisi dvorniklar tozalash. Bu yerda datchiklarimiz, relaylarimiz xudo xohlasa va hoppa, avtomashinani mana bu yoqda suvimiz ham yangi, 15 kilometr yurgan yangi. Kim to'lov qilsa sirazi olib chiqib ketadigan avtomashina. Bu yerdan havo olyapti. Bu yerda filtrimiz almashtirilyapti. Qani hoppa, qani sim ochil mana. Keyin aytgancha bitta narsani aniq aytishim kerak. Bu mashinamizning motori обычный o'sha 1.5 объем motor, 1500 cm3 va 4 ta silindr va bu mashinada sep bo'ladi. O'zimiz oddiy Cobalt'niki bilan bir xil yopilmayapti-yu. Teskari qo'ydimmi? Ana yopildi. Mendan kuchliroq qo'l kerak ekanda, baquvvatroq. Endi keyin bunda ham xuddi narigi Cobalt'larga o'xshagan mana bu sistema Vanus sistema. Ya'ni mashinani sovuqligida motorni klapanlarni ochib yopishilishini va qizigandan keyin klapanlarni ochilib yopilishini va o'sha mashinani gazini qanchalik bosishingizga qarab turib, o'sha Vanus sistema klapanda keyin benzinni sifatiga qarab turib, 80 benzinda ham, 92 benzinda ham, 95 benzinda ham yuraveradigan sistemasi bilan jihozlangan motorlar ekan. Mana shu mashina hadovi qismiga keladigan bo'lsak, oldimiz McPherson, oddiy el qatori, o'sha Spark, Cobalt hammasida bordek va bu mashinani hoppa, mana bu orqa qismiga, orqa hadoviga keladigan bo'lsak, Resor bundan oldingi Damas'da ham mana Resor, mana bu narsa Resor. Bunda ham Resor, mana Resorlari. Orqasi tortadi mashinani. 6 talik mexanika korobkasini ko'rsatmagan bo'lsa, mana ko'rsatib qo'yay. Keyin mana 6 talik mexanический korobka, 6 talik. 6-chi ko'rgan ham solsangiz bo'ladi. Zadniga solish uchun mana bu tagini ko'tarasiz. Tagini ko'tarib zadniga solsangiz bo'ladi. Bu yerda podstakannik, ручной mexanический avtomashina. Xudo xohlasa, eng asosiysi quvonarli narsasi mana bu kaliti. Men o'ylagan edim buni prostoy tikka turadigan oddiy kalit o'ylagan edim, lekin yaxshi kalit. Sumka, damkrat, mana damkrati. Mashinani orqa o'rindig'ini bitta endi qani bismillahirrohmanirrohim tapichkani yechib chiqiya. Hoppa, egasi tapichka bilan chiqsin.
qani Islomjon aka, bitta ko'ringchi aka, men qanday sig'dim mashinaga. Qani bitta ko'rsatingchi. Voyda. Qanday? Zo'r holatda, mana patologga Yaxshimi? Joyimiz bor, yog'imiz bor, metr ham joy bor. Qani? 3 kishi o'tiramizmi aka? Bemalol 2 martalab o'tiramiz aka. Qo'pol bo'lsa ham narsa ko'rsataman aka. Oppa. Qani? Qalay yotdim? Zo'r aka. Uxlayveramanmi? Bemalol. Ertalabgacha? Ha, Farg'ona tong yotgungacha. Farg'ona tong yotguncha. Aka, men o'zim olmoqchi edim. Seryozni aka, shu yerda ham oldim sizdan. Olmoqchi edim, faqat o'sha buni 150 to'lagan olaman ekan. Bo'ldi aka. Iltimos. Xudo xolasa. Bu 149 ligi. Kim naqd to'lasa olib ketaveradi. Ketaveradi. Ha, remenlarimiz bor, bu yoqlar bor, patologimiz yaxshi. Orqada kolonka yo'q, lekin mana remenlar bor. Ko'rinyaptimi? Hoppa, mana remen. Mana bu yoqda ham remen. Bu yoqda ham remen, o'rtada remen, bu yoqda tepada yana remen, bu yoqda orqada yana remen, bu yoqdan orqa oynakda ochish, bu yoqda mana burchakdan orqa oynakda ochish. Ana shunaqa. Zo'r. Oxirgisi bitta bagajni ko'rsatay do'stlarimizga. Qani, hoppa. Rahmat Islomjon aka. Do'stlar, yaxshi ko'rinyapmanmi? Bittadan like bosib qo'yinglar deydi-yu. Islomjon akaga rahmat. Shunchalik imkoniyat qilib, sharoit qilib mashinani nima qilib beryapti. Mana shu turishda bitta ma'lumotni aytaman. Oldi o's bilan orqa o'sni uzunligi Malibu 2 dan 3 sm uzun. Malibu 2 dan oldi o's bilan orqa o'st uzunligi 3 sm uzun. 2850 mm. Ya'ni 2,85 m. Buniki qancha aka? Bilasizmi, bilmaysizmi? Boshqa esda ham yo'q. 2 metr bormi? 2 metr. Bu 80 cm, 85 cm ga uzun. Agar bu 2 bo'lsa, bu misol tariqasida aytyapman. Mana bu zo'r, mana bu zo'r. Qancha? Tak. 23 bora, ikkitasi 46, 50 cm. Chamadan sig'adi. Chemadan sig'adi. Aka 4 qop bilan ketadi. Ustma-ustun 6 qop undan ketadi. Buni yiqitolmaymiz a? Qanday yiqitamiz buni orqadan? Qani bitta. Xo'p, deganda bu yoqda bular. Tak. Ha, unday bo'lsa bo'pti, mayli. Uni mashinani sotib olgandan keyin egalari yiqitishadi. Bu yoqlar patologimiz, mana qizdiradiganimiz oynakni. Bu yoqda yana bitta qizdiradigan oynak mashinani. Hoppa. Hoppa. Ana. Bu Damas Move, men sizlarga aytdim. Bu 5-pozitsiyasi, 6-pozitsiyasi bilan jicha ma'lumotlarni ham farqlarini ham berdim. Agar 6-pozitsiyasi bo'lganda o'zim Spark'ni sotib, mana shu Damas Move avtomashinasini olsam bo'ladigan edi. Lekin mayli, shukr shunisiga ham sizlarga bo'lsin avtomashina. Hoppa. Oldi eshiklarimiz elektrichskiy bo'ladi, 1.5 ob'yom motor bo'ladi, nikel bo'ladi, tumanka bo'ladi. Xullas, kimga ma'qul kelsa, aloqaga chiqinglar. Mashinani benzin baki nechtaligini bilmayman, lekin mana ekranda yozib qo'ydim. Mashinani kimga ma'qul kelgan bo'lsa aloqaga chiqsanglar, nalichida mana shu mashina turibdi. Bu mashina shu bugun erta indin xudo xolasa sotilib ketadi. Va bu mashinani men o'ylaymanki, agar o'zingiz sotib olishga, o'zingiz minishga oladigan bo'lsangiz, ozgina mana shu eshiklari jicha elektrichskiy emasligi menga, misol diska umuman mana shu shtampovka diska bo'lsa bo'laveradi. Keyin mana bu yerda o'sha bitta nimani yo'qligi, keyin orqa chiroq yo'qligi menga jicha ma'qul kelmay qoldi. Lekin bu mashina 8 o'rindiqlik va bu 8 o'rindiqlik mashinada bemalol pul topsa bo'ladigan, yursa bo'ladigan versiyasi. Bu 149 million. Jicha oshiqrog'i bor, laqtagi bor. Bu 5-pozitsiya, bu ham 5-pozitsiya. Bir xil aka ikkalasi. Sizlarga 7 kishilikmi? 8 kishilik aka. Sizlarga nasib qilsin. Hoppa, 6-pozitsiyasi 7 kishilik bo'ladi. Mashinaning ma'lumotlarini berdim. Hozir Instagramga ham sizlarga ko'rsatib qo'yaman.